Videolar tezroq chiqishi uchun videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Domni sotib olmoqchiman. Chunki u banditlar bu uyimda biladi-da, boshqa joyga qochib ketishimiz kerak ulardan, tushunyapsanmi? Qochish kerak demak, to'g'rimi? Da, qochishimiz kerak. Qochmasdan hal qilib bo'lmaydimi shuni? Qochmasdan qanday hal qilasan? Jinni pulingni olib qo'yaveradi ular. Aytdimi, 3 yil boksga borgan, turib qo'yaman o'zi, mazasini qotirib qo'yaman. Qara Behruz o'zi zo'rg'a gapiryapsan-da, yana boksda bosq deysanmi? Aytmayman. Turaman Bo'ldi. Behruz jim. Bo'ldi, короче, Daminova, men seni sal 1-2 soatdan keyin uyg'otaman. Shaharda charchab kelgandirsan-a, o'zi qishloqda nima gaplar? Bo'ldi, obunachilar, shu joyda stop. Sizlarga men videoda ishlatadigan modlarim yoki o'zim haqimda ma'lumotlar kerakmi? Sizlar meni Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni tavsiya beraman. Chunki u yerda men ishlatadigan hamma modlar va yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Hozir tinchlik shu. Xolamlar tinch yuribdimi? So'rma hammasi. Hammasi mol, hayvonlar boqyapti hozir, parrandadilik. Qo'yinglar nechta bo'ldi sizlarni qo'y boqarding-ku? 28 ta bo'ldi. Yaxshi, bitta Cobalt puli bo'lib qopti. Molimiz 70 ta, qo'chqorlar 75 ta bo'ldi. Oho, nima unda shaharga kelib yurasan? Boyagansan-ku siz ham. Xolamnikidaman, meniki emas. Mayli, uxlab ol Behruz, masalan, короче, katta bizneslar bor, mashinalar olib kelish kerak, normal narxga kelishish kerak ular bilan. Tushundingmi? Oldin narxlar o'zing kelishasanmi yo men o'zim nima qilaman? Endi ozgina narxlarni tushirishga yordam berasan-da, misol uchun bular narx kelishaman, to'g'rimi? Da. Yoraman bunaqa ishlar, pul ish kelganni uyga olib tashlayman. Yana Behruz, senda telefon degan narsa bormi? Men telefonim yo'q, lekin iPhone'im, meni ham iPhone'im bor-da, qanaqadir eski modelda u sinib qolgan. Qanaqasiga telefonsiz yuribsan? Короче, telefon do'koniga olib boraman. Yur orqamdan. Bitta xohlagan telefoningni. Menda pulim yo'q lekin. Mayli, xohlagan telefoningni olib beraman. Menda qancha pul borligini bilasan-ku o'zing. O'zi umringda qanaqadir telefon ishlatganmisan, Behruz? Ishlatganman, iPhone 6 ishlatganman. iPhone 6 вообще o'lib qolibsan. Qara, meni telefonimda iPhone XR bu. Tipa iPhone XR deb prosta yozilib qo'ygan, lekin hozir iPhone 17 bu, iPhone 17. Faqat nomi o'zgarib qolgan. Mayli, yur. Короче, shaharimiz bilan tanishtiraman seni. Ana to'g'rimizda brat taniysanmi sen? U bolaning ismi Jamol. Короче, bu ham mashina olib sotadi endi. Chala biznesmenda, короче. Jamol aka nima gap yaxshimisizlar bolalar? Bu bola kim, Fresh? Bu bola Behruz, shahrimizga yangi kelgan bola. Normal. Shaharda yangi bo'lsang, yaxshi. Buni biznes qilib kirasan, Fresh. O'zim oldimga olmoqchi edim endi asta. O'z xolamda o'g'lida, bu yaxshi bola. Mayli, yo'ldan qoldirmaysizlarni. Bo'pti. Yuray tez. Telefon do'kon qayerda? Stop, o'z qayerga ketyapsiz tushunmadim. Telefon olamiz. Telefon olmoqchi deb-ku, jinni telefon emas, orqamizda, o'zi uyimiz oldida ochilgan debda telefon do'kon. Sen landavran orqangdan yursang orqangdan yurib ketaveribman-da. O'zi sen telefon do'konni qayerdan bilasan? Shaharda yangi bo'lsang chiqda. Подозрительныйsan-da. Mayli. Bo'ldi, urma. Boksga borgansan, qo'ling ham qandaydir qattiq. Yomon-da. Shumi? Mana shu qayerga ketyapman men. Assalomu alaykum Zokir aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, bola nima gap? Mana bu bola Behruz tanish. Magazinchi akamizga salom bermaysan? Qalay, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Tarbiya olmagan ishi. Mayli, hali yoshda. Короче, bunga telefon bermoqchi edim yangi. Qaysilarini tavsiya qilasiz? Mayli, hatto bu o'z tanlasin, bor tanla, Behruz. Agar cho'tkizdan tavsiya qiling, bo'ldi o'zim tanlayman. Yo'q, qo'shing. Tak. Qara, mana yerda iPadlar bor ekan. Endi iPad olsang, bilmadim. Katta qilib ko'tarib yurasan ko'chada. iPad sig'maydi, qanaqa qilishim kerak? Mana iPhone 11 lar ham bor ekan, pastda xohlasang normal narsada. O'sha iPhone 11 Pro lar ham.
Pro yo'q, men o'zim Tailand to'xtab turing, men qizil svet yoqmaydi. Bo'ldi. Qancha tanladi? Sizlar yana kommentariyaga yozib ketinglar, qanaqa telefon tutishinglarni va iPhone zo'rmi yoki Samsungmi? Albatta iPhone zo'r. Bor tanlay telefon nimaga ekanligini bildirsan. Mana tanladim, mana shu kerak mana. Ha, bo'ldi. Mana bunday qilsang tushadi, uka. Mana bering menga. Qishloqdan kelgan harakat. iPhone XR ekan bu, o'zimnikiga o'xshagan, mayli. iPhone XR mana bu seriya ranglari qanchadan o'zi brat? Qancha bu? Tak, to'xtanglar. 500 ga beraman bo'pti. Ha, 500 ekan. Voy, 500 qimmat emasmi? Yo'q, bor o'ynab turavergan, buyog'iga aralashmasa. Bo'ldi brat, mana 1 2 3 4 5. Da, gaplashamiz. Yaxshi, boyib ham ketibsan-a, Frez. Ha, endi bizneslarda nimasini aytasiz, yer. Короче, mana shu telefoningga nomer oldik ya boya. Короче, Telegram ochasan. Ha? Nima deysan? Telegram ochdim, nomeri ham bor ekan. Bo'ldi. Menga Menga yozib qo'yasan, keyin masalan bitta gruppaga tashib qo'yaman. O'sha yerda mashinalar sotiladi. Agar yaxshiroq mashina ko'rsang, menga aytib qo'y, xo'pmi? Mashina savdoga qo'shilaman hozir hamma gruppalarga. Bo'ldi. Meni xonamdan chiqarsan endi balkim. Bar. Aqlan, men dam olaman endi. Ha, dam ol, bemalol. Kechga bir mashina ko'ramizda kechga. Bor, bo'ldi, bor. Bor. Men 2 soat talaqt bermadi. Davay, bo'pti. Yangi telefon sinab ko'ray. Yeyishga nimadir bormi xaladinida o'zi? Tak. Aha, hech narsa yo'q ekan. Tak bo'ldi. Telefonda yana yomon narsalar ko'rmay-a, tushunmayman. Mayli, uxlayver, bo'ldi. Yo'q, telefon vashi zo'r ekanligi. Kim gapiryapti? So'nggacha ham o'qidim, tre. Qoch, kim-a? Yo'q. Tre. Qo'rqitording-ku jinni. Ana biznesimiz deganing. Nima deysan? Klientlar telefon qilib ketibdi-ku. To'xta, men gaplashib olay. Shoshma, vaqtliroq uyg'otsang, o'lasanmi? O'zing mazza qilib uxlayapsan-da. Alo, Qosim aka, nima gap? Kiribsanmi akam? Hozir borib qolaman, shunday bitim yo'q. Nima, bitta yo'qdimi? Endi uxlab qolgandim-da. Mayli, tezlashtir ukam. Bo'pti, boryapman. Telefoncha qanday ekan? Ishlatib yuribsanmi? To'xta, bitim yo'q. Suv tugab qopti, suv bilan to'ldirib qo'ysang bo'lmaydimi, jinni? Kecha ko'chib keldim kvartirangga. Tomog'ing nima? Ovozing yaxshi kelmayapti, qandaydir. Bilmayman, tomog'im og'riydi. Mayli, yur, hozir men senga qanday qilib klientlar bilan gaplashishni o'rgataman. Короче, meni har doimga bitta bratim bor. Ismlari Qosim aka. O'shandan mashinalar zo'rini olsak bo'ladi. Mana, yurgan orqamdan shu Qosim akam hozir telefonlarni ham olib qo'y, xo'pmi? O'zingga kerak bo'lib qoladi. Mana, turibdilar. Qosim aka, nimaga? Bolalar nimaga? Siz banditga yomon o'xshab ketarkansiz, Qosim aka. Endi kiyinishimiz o'xshaydi-da, akam. U yomon, men yaxshi, tushundingmi? Bo'ldi. Mashinalarni ko'rib olasizlarmi? Bo'ldi. Porsche bilan Lamborghinimi? Behruz qara, umrimda birinchi marta ko'ryapman. Voy, bo'ldi, Porsche 911. Voy, Lamborghini. To'xta. Bularga pulimiz yetammi? Tushunmadim. Qosim aka, qanaqa mashinalar olib keldingiz aka? Qimmatli sizlarga. Yo'q, narxini aytib ko'ringchi, bizda atiga 50.900. Yo'q, pulni aytmaslik kerak. Qaranglar, Porsche 40 mingga beraman, Lamborghini ham 40 ming. Bittasini tanlaylar yoki ikkalasini ham olasizlar. Yurda, Behruz. Qanaqasiga ikkalasini olishimiz mumkin hozir? Manda 50 ming dollar bor. Короче, bittasini qarzdga so'rang, keyin sotilgandan keyin beramiz. Bermaydi. Hozircha bittasini olib turishimiz kerak. O'zi qaysi birini normalni olib sotsak bo'ladi, o'ylab ko'rchi. Bitta Lamborghini bor ekan. Lamborghini uncha ketmasa, Porsche yomon ketadi-da, lekin Porsche qarang, kichkinagina Twix'chada bu. O'tirib ko'ring xohlasangiz. Yaxshi. Salonlari ham yaxshi, qop-qora. Zo'r ekan qandaydir.
Normalniy-da. Lamborghini bitimi ko'raychi. Yuring Lamborghinining salonini ko'rasiz hozir. Lamborghiniga ham qo'rqadi. Oy. Otda bular vashshe zo'r orzu qilaman-da bor-ku.